Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Kompot va mening yangi videorolikimga xush kelibsizlar. Ko'rib turganingizdek, obunachilar, bugun men o'zimning qishlog'imdaman. Lekin o'zimning qishlog'imga kelib qarasam, mana shunaqa ahvol. Xo'p, bugun men sizlarga nima bo'lgan bu qishloqqa va qanaqadir qonlar bilan tumanlar atroflari va buni kim qilgan degan savollarga javob topamiz obunachilar. Xo'p, unda sizlar videoga like bosinglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Unda ketdi obunachilar, boshladik. Xo'p, obunachilar, ko'rib turganingizdek, hamma yoq tuman va qorong'u zulmat. Obunachilar, men juda ham qo'rqib ketyapman. Qishlog'imda qanaqa hodisa bo'lganligiga va hamma yoq qon, musor. Bu masxarabozmi? O'yinchoq masxaraboz, qiziq. Bu yerda nima qilyapti ekan obunachilar? Menga qiziq obunachilar. Xo'p, quduq merni uyi vayron bo'lib ketibdi, qon hamma joy. Va obunachilar, yomonlik alomati. Kim qilgan bo'lishi mumkin bunaqa ishlarni bizning qishlog'imizda? Merni uyida hech kim yo'q, lekin vayron bo'lib ketgan uyi. Xo'p, bu yerlari ham qon bo'lib ketgan, mana obunachilar, ko'rib turganingizdek. Va obunachilar, qonlarga qaranglar, hech kim yo'q, lekin hech qaysi jetel ham, mer ham yo'q. Buni kim qildi ekan o'zi? Adabini beraman obunachilar, kim qilgan bo'lsa ham bir topib olsammi, adabini beraman. Qarab tursin, hali men qishlog'imga kelib bunaqa qilishni kim jur'at etdi ekan? Ko'ramiz obunachilar, lekin to'g'risini aytsam obunachilar, juda ham qo'rqyapman. Yo'q, bu nima obunachilar? Juda ham qo'rqyapman, tuman ekan. Qani o'zimni uyimga borib ko'raychi, ko'zim ichsam nima ahvolga kelibdi. Sandig'imda hamma narsa turibdi, yaxshi. Hech kim hech narsaga tegmagan, lekin jetellar yo'q bu yerda. Hech kim yo'q. Uylarimiz buzilgan, hamma joylar qon. Jetellarni o'ldirmagan deb umid qilaman. Obunachilar, o'ldirgan bo'lsa yomon bo'ladi. Yo'q. Bu nima obunachilar? Yo'q, bu nima obunachilar, masalan, bu nima? Yo'q, kirsammikan, kirmasammikan? Kirsammikan obunachilar, kirmasammikan? Nima qilsam ekan? Qani tepaga chiqib ko'raylikchi, nima bor ekan? Qani, yo'q, hali ham qorong'u, juda ham qo'rqyapman, lekin boshqa ilojim ham yo'q. 1 2 3 kiraman obunachilar. Let's go. Kiraman. Asta-sekinlik bilan fonarimni yoqib kiraman. Xo'p, obunachilar, tak, sekin. Asta, yo'qmi, juda ham qorong'u bu yer. What the fuck? Juda ham qorong'uligini qaranglar obunachilar, juda ham qo'rqyapman. Oy, balaka, juda ham qorong'u. Yo'l ham dashi umuman ko'rinmayapti yo'lima. Obunachilar, juda ham qo'rqyapman. Sizlar shu joyda videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu kim? Skeletmi? Yo'qol. Men qayerdaman? Stop. Chiroq bor ekan. Qani buni joyi, mana yoqadigan joyim. Stop, mana. Men qayerdaman obunachilar? Kravat. Xona, qanaqa xona bu? Men qayerdaman obunachilar? Tushunib yetgandayman. Menimcha bu joy o'sha o'ldirgan, ya'ni kimsasiz, ya'ni birovning joyida, ya'ni o'sha qishlog'imizni vayron qilgan yaramas odamning joyi. Obunachilar, hech kim yo'q xonalarda. Qorong'u hamma joy. Qani ekan u odamni topib olsam boru, shunaqangi uraman, tirik qolmaydi obunachilar, ishoninglar. Sizlar videoga like bosinglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki men tezroq 100 mingta obunachini to'plashim kerak. 100 mingta qiyin bo'lishi mumkin, bizga oson obunachilar. Undan oldin esa 1 mingta obunachini to'plashim kerak. Bu yerda kompyuter, stop, bu hech nima yo'q bu yerda. Bu yerda televizor, ikkinchi etaj ham bor ekan. Tashqari qorong'u. Qani o'zi?
Bu yerni egasi kim? Qani chiqsin oldimga. Yakkama-yakka kurashadimi, aqligami? Yo'q, men bir narsa kalit topib oldim, u bilanchilar. Qayerni kaliti bo'lishi mumkin? Deb. Qayerni kaliti bo'lishi mumkin? O'ylash kerak. Xo'p, qani? Mana bu yerda seyf bor ekan. Menimcha shu seyfni kaliti bo'lsa kerak. Birinchilar qizu. Tak. Xo'p. Yo'q. Mana bu eshikningmi? Yo'q, bu eshik emas. Seyfni ham kaliti emas. Qayerni kaliti bo'lishi mumkin? Bu yer nima? Bu yer nima ekan? Mana ekan obunachilar. Mana shu yerni kaliti ekan. Qiziq. Podvalda nima bor ekan ko'ramiz. Qani, sandiqlar bor ekan. Bu yerda qanaqadir g'alati joy ekan. O'sha sandiqlar bo'sh, bu yerda sandiqlar terib qo'yilgan. Bu yerda qamoqxona degan narsa ham bor ekan. Shkaflarda hech nima yo'q. Bu yerda javon, bu yerda ham hech nima yo'q. Bu yerda esa qamoq qanaqadir. Bu nima ekan obunachilar? Tushunmadim. Bu qanaqa eshik bo'ldi ekan yana? Bu ham qulf ekan. Bu yerda kalit bo'lish kerak menimcha. Xo'p, bu yerda nima bor ekan? Qani. Bir ishlatib ko'rsam, qani. Ochildi menimcha. Ochilmadi. Yo'q, obunachilar. Tepaga chiqib ko'rishim kerak. Xo'p, tepaga chiqamiz. Qani, uy egasi kelmadimi hali? Uy egasi yo'q hali. Bir narsa qilishim kerak obunachilar. Obunachilar. Mana. Xo'p, nima bo'ldi? Nima bo'ldi ekan obunachilar? Juda ham qiziq obunachilar, juda ham qo'rqib ketyapman boru. Ishoninglar, balakat. Ikkinchi etajda nima bor ekan? Qani? Svet o'chib qoldi. Voy. Balakat. Podvalga tushamiz. Bu yerning sveti nimaga yo'qolmayapti? Nimaga yo'qolmayapti ekan obunachilar? Bilmadim. Qorong'u, judayam bu yer judayam qorong'u. Judayam qo'rqib ketyapman, lekin obunachilar shuncha kontent qilyapmiz. Obunachilar, sizlar videoga like bosinglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, mana chiroq yondi. Xo'p, tepada hech kim yo'qmi? Hech kim kelmadimi? Yo'q. Yana nima bo'ldi? Meni ko'zimga nima bo'ldi? Qanaqadir damlamami bu? Qanaqadir eliksirmi, sehrmi? Bu nima bo'ldi ko'zimga yana? Yana ko'zimni qop-qorong'u qildi. Oldini yaramas. Kim qilgan bo'lsa ham balakat. Eshik qulf. Bu yerdan chiqishning iloji yo'q menimcha obunachilar. Balakat. Nima qilsam bo'ladi ekan? O'yla, kompot o'yla. Yo'q. Yo'q. Kim meni uryapti? Yo'q, obunachilar. Juda ham qo'rqyapman, lekin to'g'risi obunachilar. Sizlar videoga like bosinglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar shu joyda obunachilar. Xo'p, bu yer qulf. Chiqib bo'lmayapti-yu bu yerdan. Tak. Nima qilsam bo'ladi? O'yla, kompot, o'yla. Ochilmayapti bu yer ham. Mana. Yotoqda spam bo'ldim. Yotoqda tirildim, ya'ni. Nimaga hamma joy qulf? Shkaf. Bu yerda nimaga ochilmayapti bu eshik? Mana endi ochildi. Yo'q. Qanaqa zal bo'ldi ekan bu? Bu nima? Bu qanaqa joy? Yo'q. Hech kim yo'q, qo'rqinchli. Xuddiki orqangdan bittasi kelib o'ldiradigandek. Balakat. Obunachilar yo'q. Qanaqasiga bu zal tugadi? Yo'q. Bu qandaydir sir bor menimcha obunachilar. Yo'q. Bu kim? Yo'q. What the fuck? Hozirgina bittasi o'tirgandi stulda. Kim bo'ldi ekan o'sha stulda hozirgina bittasi o'tirgan edi. Menimcha mana. Kimsan? Yo'qol, kimsan? Kimsan? Obunachilar, men tush ko'ryapmanmi? Nima balo? Yana yotoqda spam bo'ldimmi?
Yo'q, qorong'u ekan bu yer. Darga qani, daryoga odam kim u? Ha, balakat. Bu yer qayer endi? Tushunmay qolyapman, obunachilar, tushunmay qolyapman. Qiziq, bu eshik ortida nima bor ekan? Yo'qol. Yo'qol. Obunachilar. Qo'rqyapman. Bu nima? Ochil. Yaxshi yopildi. Xo'p, bu yer qanaqa xona? Bu qanaqa joy? Hech qaysi eshik ochiq emas. Hammasi qulf. Bu qanaqa joylar ekan? Mana bu eshik ochiq ekan. Kiramiz, obunachilar, qochamiz tezroq qochamiz. Meni ko'rmasligi kerak u. Juda ham qo'rqyapman, obunachilar, ishoninglar. Davaydi, orqamdan kelmayaptimikan, ishqilib orqamdan. Yo'q, qonligini qaranglar. O'g'lar, ko'nglim aynib ketyapti. Yo'q, qonligini qaranglar. Tezroq chiqish kerak. Tezroq. Sen kimsan? Yo'qol, kimsan?